Ya assalomu alaykum, hammalar yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'sh, karom yetishtirish bo'yicha videolarimiz to'xtab qoldi. Sababi makka jo'xorimiz pishib qoldi. Makka jo'xori bilan o'g'ra bo'lib sizlarga video qo'ymay qo'ydik. Vaqt bo'lmay qoldi. Xudo xolasa o'sha karom yetishtirish videomizni davom ettiramiz. Esinglarda bo'lsa biz mana bunaqa hozir mana ko'chat bo'lsa, ko'chatni stakanga olib ekish ko'rsatdik. Bizning joylarda mana stakan ko'chirilgan bu ko'chatlar. Mana shunaqa stakan ko'chirib ekish ko'rsatdik. Biz joylarda chunki mana ko'chatni o'zini eksa bateriya ko'p o'lib ketardi. Keyin yarmini ko'chatni yarmini stakanga olgandik. Mana stakanlar ko'rdinglar, hozir tayyor. Qolgani mana stakanlar ahvoli mana. Dabdala bo'lib yotibdi. Xo'sh, makka terib vaqtimiz bo'lmadi qolgani stakanga olishga. O'shanga kecha bir qator yiriklarini yulib ekdik. Bu maydalari qoldi. Buni endi 3-4 kundan keyin yana bir ekiladi, xudo xolasa. Yerimizni tayyorlab oldik. Yerimiz ham unaqa sifatli chiqmadi, mana kesakli, o'tli chiqdi. Makkadan bo'shagan yer, esinglarda bo'lsa. Xo'sh, sizlarga minta boshida addenli qilgan ko'chatimiz bordi. Uni ekib katta bo'lib qolgan уже. Mana kecha mana siyrak bo'ldi, mana olib o'zini ekdik, stakan qilmasdan o'zini ekdik. Buni ham hozir ko'rsatib o'taman. Video davom ettiramiz. Bugun 1-iyul. Mana ko'chatlarimizni ko'rishinglar mumkin. Ekib qo'ydik. Bu stakan qilinmay ko'chatni o'zini ekdik. Xudo xolasa hozircha holat yaxshi. Kecha ekdik buni. Kecha ekib suv qo'ydik. Mana bugun suvini yopdik. Holatlari yaxshi. Xudoga shukr, hali tirik. So'ligani yo'q, tika turibdi. Xudo xolasa ko'karib ketsa kerak. Bu ko'chat tayyorlaganda shunga e'tibor beringlarki, ko'chatlari yaxshilab chanqatib pishitish kerak. Ko'chat nozik bo'lib qolmasligi kerak, tanasi qattiq baquvvat bo'lishi kerak. Shunda ko'karish foizi ko'payaveradi. Agar ko'chatni nozik qilib nimjon qilib qo'ysanglar, ko'karish qiyin bo'ladi. Hozir sizlarga endi ana mintalik ko'chatimizni ko'rsatamiz. U stakan qilib ekilgan edi. Sizlardan uzr so'raymiz video qo'ya olmaganligimiz uchun. Mana bu stakan qilib ekilgan mintalik ko'chatimiz. Mana oldilari katta bo'lgan, orqalari kichkinaroq bo'lgan. Mana kichkinaroqlari chalasiga ekib chiqilgan. Mana bunaqa o'lishlar bo'ladi ora-ora. Bu nimadan o'ladi? Tomiri kasal bo'lib qoladi ko'chat. O'tda chanqatib yuborsanglar ham tomiri kasal bo'ladi. O'ta ko'p suv qo'ysanglar ham tomiri kasal bo'ladi. Ko'chatligida kasal bo'lgan bu. Yerga tushganda kasal bo'lmagan, ko'chatligida kasal bo'lgan. Yerga tushgandan keyin qiynalib o'lgan. Shunga e'tibor berasizlar. Agar yerga tushgandan keyin ikkita suvdan keyin tirik qolgani o'zi tirik qolib ketadi. Noto'g'ri qaramasanglar, karom baquvvat narsa. O'sha bu ikkinchi suvini ichdi o'zi. Bunga dori solganmiz. Dorilarni, rasxodlarini yozib sizlarga xudo xolasa videoni oxirida qo'yaman. Endi bugun makkamizni terib tugatib oldik, yerlari tayyorlab oldik. Yerga qilgan rasxodimizni bu yil traktorlar qimmat ishlayapti, nimagadir. Sizlarda qanaqa bilmayman. Toshkent shahri Bektemir tumanida traktorlar ancha qimmat ishlayapti o'tgan yilga qaraganda. Sizlarga rasxodlarni yozib, xudo xolasa hammasini qo'yib beraman. Karom yetishtirib, xudo xolasa katta bo'lganda sotib, necha pul foyda qildik, necha pul rasxod qildik hisoblab beraman. Bizni kanalni kuzatib borganlar bo'lsa ko'rishdi. Makkani polni noldan ekib, yetishtirib,
qanaqa vitaminlar sepdik, qanaqa dorilar sepdik, hammasini qo'yib, oxirida qancha foyda qolgunicha hisoblab berdik. Endi shu ishni mana shu karomda ham davom ettiramiz. Bu karomimizda mintalik ko'chat qilgan edik, oldingi videolarda ko'rgan bo'lsanglar. O'sha bu yoqda tak 9 pochka 2,5 mingtadan urug' bo'lsa, bir bu yoqdagi ko'chatimiz 9 pochkalik ko'chat. Bu yoqdagi ko'chatimiz 1000 pochkalik ko'chat edi. Mana bu yerga ham ekib qo'ydik. Hozircha ko'karib turibdi. Xudo xolasa, agar bu yil pater ekan bu yaxshi ko'karib ketsa, keyingi yildan stakan qilmay ekanmiz. Biz lekin oldindan stakan qilib ekardik. Bu yil endi bu proba bo'ldi bo'tlarga. Keyin kecha havo juda salqin edi. Kun issiqda ekish maslahat bermaymiz. Ertalab kechqurun ekiladi ko'chat dalalarda, chunki kun issiq bo'ladi. Keyin kun issiqda tuproq qizib turgan bo'ladi. Suv quyib ekib, keyin sug'ardik buni. Oldin teshada kovladik, keyin suv quyib, ko'chat ekib, keyin orqasidan suv ochib yubordik. Bir xilla suv ochib qo'yib loyiga ekib chiqadi. U ham menimcha bo'laversa kerak. Biza suv quyib ekdik. Oldin stakan ekardik, faqat stakanni ko'rdinglar hozir. Sifati zo'r. Endi stakan qilishga eringanlar bo'lsa, stakan qilish ham ortiqcha ishda. Mana shunaqa qilib eksanglar bo'ladi. Endi turgan joyingizga qaraysizlar. Bizda hozircha holati yaxshi bular ham. Keyingi videolarda ko'rsatamiz yana holatini. Ko'rayotgan bo'lsanglar, yerimiz ham juda yomon tayyor bo'lgan, kesaklik bo'lib, vaqti o'tib ketayotganligi uchun, ko'chatimizni vaqti o'tib ketayotganligi uchun shoshilib haydatib ekib yubordik. Sug'arsak yana bir hafta yer tayyor bo'lishini kutish kerak edi. Kechga qolganimiz uchun tavakkal qilib kesaklik bo'lsa ham ekib yubordik. Endi ishlovini berib, kesaklarni bo'lib xullas ishlovini beramiz, ko'rasizlar. Xudo xolasa chiroyli joy qilib qo'yamiz bo'tlarni ham. Xo'sh, karomga qiziqqanlar bo'lsa tashab qo'yasizlar videolari. Qiziqsanglar kuzatishda davom etinglar. Sizlarga oxirgacha karom tugatguncha qo'yib yuboramiz, xudo xolasa. Xayr, sog' salomat bo'linglar.